Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda tarixiy vaqtni hisoblashning asosiy qoidalari bilan tanishamiz. Xususan, miloddan avvalgi va milodiy tushunchalari, yillarni asrga aylantirish usullari hamda asrning chorak va yarimlarga bo'linishi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Tarixni o'rganishda vaqtni o'lchash uchun Iso Masihning tug'ilgan yili tayanch nuqtasi qilib olingan. Bu nuqta milod deb ataladi va u vaqt o'qining 0 nuqtasini tashkil etadi. Miloddan avvalgi davr. Miloddan avvalgi deb belgilanadi. Bu davrda sanlar orqaga qarab hisoblanadi. Son qanchalik katta bo'lsa, voqea shunchalik qadimiydir. Masalan, miloddan avvalgi 400-yil, miloddan avvalgi 100-yildan ancha oldinroq sodir bo'lgan. Milodiy davr M deb belgilanadi. Bu yerda sanlar oldinga qarab hisoblanadi. Son qanchalik katta bo'lsa, voqea hozirgi kunga shunchalik yaqinroqdir. Masalan, milodiy davr 400-yil, milodiy 100-yildan keyinroq keladi. Vaqt o'qi. Milodiy davr 400, milodiy davr 300, milodiy davr 200, milodiy davr 100 dan boshlanib, milod nuqtasidan o'tib, milodiy 100, milodiy 200, milodiy 300 va milodiy 400 ga qadar davom etadi. Har bir asr 100 yildan iborat bo'lib, u 4 chorakka, har biri 25 yil va 2 yarmiga, har biri 50 yil bo'linadi. Choraklar quyidagicha taqsimlanadi. Birinchi chorak 1 dan 25 gacha yil, ikkinchi chorak 26 dan 50 gacha yil, uchinchi chorak 51 dan 75 gacha yil, to'rtinchi chorak 76 dan 100 gacha yillarga bo'linadi. Yarmilar esa birinchi yarmi 1 dan 50 gacha yil, ikkinchi yarmi 51 dan 100 gacha yillarga bo'linadi. Endi yillarni asrga va asrlarni yillarga aylantirish qoidalarini ko'rib chiqamiz. Eslatma: har bir asr 100 yilni o'z ichiga oladi. Birinchi qoida: yilni asrga aylantirish uchun oxirgi 2 raqamni o'chiramiz va qolgan songa 1 qo'shamiz. Agar yil oxiri 00 bilan tugasa, 1 qo'shilmaydi. 745-yil 7 plus 1 teng 8. 8-asr. 1900-yil 19. Oxiri 00 bo'lgani uchun 1 qo'shilmaydi. 19-asr. 2024-yil 20 plus 1 teng 21. 21-asr. Ikkinchi qoida. 100 yillik 1-asr. 501 dan 600 gacha yillar 6-asr hisoblanadi. Asrni yillarga aylantirishda quyidagi oraliqlar qo'llaniladi. 9-asr 801 dan 900 gacha yillar. 20-asr 1901 dan 2000 gacha yillar. 21-asr 2001 dan 2100 gacha yillar. Shunday qilib, tarixiy vaqtni to'g'ri hisoblash uchun miloddan avvalgi va milodiy tushunchalarini, yillarni asrga aylantirish qoidalarini hamda asrning chorak va yarimlarga bo'linishini bilish zarur. Ushbu bilimlar tarixiy voqealarni aniq joylashtirishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha